Endi bu darsimizni boshlab front pejda yoziq bir taraf qilish mashg'uloti to'g'risida so'zlab o'tamiz. Yoziq bir taraf qilish bo'lgan ekan, avval biz buningga yoziq kirgizishimiz kerak. Buningga yoziq kirgizish to'g'risida balkim bilmaydiganlar bo'lmasi kerak. Bu Word mashg'ulotiga o'xshash biz yoziq kirgizmoqchi bo'lgan betni ochgandan keyin shuningga xohlagancha o'xshash kirgizsak bo'laveradi. Andin qurolmashtirmoqchi bo'lsak, yana o'xshash enter knopkasini bosamiz. Shundaq mashg'ulotlarni Müçəranı qılıb əsək buldu. Əmdə bir təklif ötüşdüyüz ki, biz bir betninki məlum qısmı yazıqlarını kirgizgəndə bütün bir betke şu yazıqni tərləşdirgəndə biz hər bir qurdan kirgizib ayrım-ayrım tərləməsdən şu bütün biz ehtiyac bolğan kirgizə yazıqlarını həmin kirgizib bulub ana şunun qatar tərləş elib basaq şu xətlərinin hər qaysı orundakı ümumi bir gövdə sübtida ko'rilgan vaqtda musbatninki go'zalligi bir qadar yaxshi chiqdi deb qarayman. Biz buningga masalan har bir qur xatga ayrim-ayrim tarlib andan keyingisini kirgizib qilsak, hamma mazmun kirgizib bo'lgandan keyin butun bir gavda jihatdan qaragan vaqtda xatlarning har xil shakl o'zaro moslashmaydigan ahvol kelib chiqib, batninki chiroyli bo'lmasligiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Endi masalan biz shu yoki Word bo'lsin yoki tekst xatir daftar olsun shuningga masalan kirgizib qo'ygan burun ba yoziqlar bo'lsa shuni shundan bevosita kirgizib bulamdi deganda buning amal bor. Buning uchun qanday qilamiz deganda mavu qistirish bu yerda hujjat deb mavu bir buyruq bor. Agar bu chiqmay qolsa mayani bosgandan keyin chiqadi. Endi buni bosdik. Agar keyin bu yerda qarasak mavu hujjat tipi deganda bu yerda nurg'un hujjatlarni qo'llaydi. Masalan HTML, ISP, RTF, text, DOS degandek. Hammasini qo'llaydi. Biz bu yerdan mujbarlik hujjat degan tanlab turib, bu yerda biz tayyorlab qo'ygan ikki DOS Word hujjati bor. Buni ochib ko'rib boqaylik. Qilsak, mana birinchisini ochdi endi. Mana bu xanzusni bir xilma qarasak, bir qalayimqon xatlar chiqib qoldi. Bu nima deganda front page'ninki asli buningga bir xil yoziq ichki kodni almashtirish ixtiyori hisoblangan bo'lib, ma kompyuterdagi front page qashlashtirganda shu ixtiyori chalqashlab qolgan bo'lishi mumkin. Shunga bu xatlarni asliki Word hujjatidagi xatni bizga normal ko'rsatib beradi. Endi biz shunga uyg'urchani kirsak, uyg'urchani shunday normal ko'rsatib beradi deganda buni yana shu bayam deb o'tgan yoziq ichki kodni almashtirish ixtiyoriniki to'liq qashlangan yoki qashlanmaganligiga qaraymiz. Agar front page'ning har qaysi ixtiyorlari to'liq mukammal qashlangan bo'lsa, uni tamoman akirishga bo'ldi. Endi yana bir shart miyadiki shu front page'ninki agar biz uyg'urcha yoziq akirmoqchi bo'lsak, bu yerda buningki harflar to'plami odatda shu ko'ngilda qiymati GB 2012 ya'ni mush xanzucha ama sonti mush xat nusxasini qo'llaydigan mal ko'rinishda bo'lgan bo'ldi. Bizning bu GB 2012 bu yoziqlar to'plami uyg'urcha xat nusxasini qo'llamaydi. Buni biz uyg'urcha xat kirgizmoqchi bo'lsak, ya'ni UTF-6 harflar to'plami shaklda o'zgartib o'tgandan keyin andin uyg'urchani kirgizsak, mushning front page'ninki harflar ichki kodni almashtirish iqtidori to'liq qashlangan, mukammal qashlangan bo'lsa, biz uyg'urchani xanzusini kirgizgan o'xshash normal kirgiza olamiz. Masalan, biz bu yerdan hujjat ma'ni bir uyg'urcha Word hujjatini kirgizib sinab olsak, mana buni kirgizamiz demak, ma kompyuterga front page to'liq qashlanmay qolibdi. Agar kompyuterimizga front page mukammal qashlangan bo'lsak, biz avval besib tayyorlab qo'ygan yoziq hujjatini mushak bevosita shu ma qistirishdagi hujjat ma buyruq orqali mushak akirib tayyorlash ilib bora olamiz.